Surxondaryoda bu yilgi Navro'z umumxalq bayrami tadbirlari qachon va qayerda o'tkaziladi? Videoni oxirigacha ko'ring, bu haqida batafsil ma'lumot beramiz. Surxondaryo viloyatida bu yilgi Navro'z umumxalq bayrami Termiz tumanidagi Yangi O'zbekiston massiv amfiteatr maydonida o'tkaziladi. 11-martdan 19-martga qadar soat 10:00 dan 17:00 gacha vohamiz san'atkorlari hamda soat 19:00 dan 21:00 gacha esa poytaxtimizdan kelgan taniqli xonandalar ishtirokida konsert dasturlari namoyish etiladi. Konsert dasturlarida ishtirok etuvchi san'atkorlar ro'yxati bilan tanishtiraman. 11-mart kuni Mahmud Namozov va Abdurashid Yo'ldoshev, 12-mart Jasur Mavlonov, 13-mart Sevinch Ismoilova, 14-mart Mahmud Namozov, 15-mart Ziyoda, 16-mart Zarina, 17-mart Avazbek Olibov, 19-mart Navro'z sayillarining asosiy bayram konserti bo'lib o'tadi. Mazkur bayram konserti dasturlariga taklifnoma bilan kiriladi. Shuningdek, 20-mart kuni ushbu amfiteatr maydonida Surxondaryo viloyati hokimi sovrini uchun kurash musobaqasi o'tkaziladi. Barchani Navro'z bayrami sayillariga taklif etamiz. Bu videoni surxondaryolik tanishlaringizga yuborib qo'ying.